O'zbekiston siyosatida shunday shaxslar borki, ular sahna ortida bo'lsa ham davlat hayotida muhim rol o'ynaydi. Rustam Inoyatov ana shunday shaxslardan biri. Rustam Rasulovich Inoyatov 1944-yil 22-iyunda Jizzax viloyatida tug'ilgan. U yoshligida harbiy va xavfsizlik sohasi bo'yicha tahsil olgan va tez orada davlat xavfsizlik xizmatida faoliyat boshlagan. 1980-yillarda O'zbekiston SSR Davlat xavfsizlik qo'mitasida xizmat qilgan. 1995-yilda esa O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi. Ushbu lavozimda u 23 yil davomida ishladi. U Islom Karimov davrida mamlakat xavfsizligi, siyosiy barqarorlik va ichki nazoratni ta'minlashda yetakchi shaxs bo'ldi. Uzoq yillar davomida davlat ichidagi va tashqarisidagi tahdidlarga qarshi kurash olib bordi. 2016-yilda Islom Karimov vafot etgach, O'zbekiston siyosatida o'zgarishlar boshlandi. 2018-yilda Rustam Inoyatov SMB raisi lavozimidan ozod qilinib, prezident maslahatchisi etib tayinlandi. 2019-yilda esa bu lavozimdan ham ketdi va shundan so'ng omma oldida kam ko'rinadigan bo'ldi. Uning ishdan olinishi O'zbekistonning yangi siyosatga o'tish ramzi sifatida ko'rilgan. Rustam Inoyatov ko'pchilik uchun sirli va kamtar shaxs, lekin uning mamlakat tarixidagi o'rni beqiyos.